Pirimqul Qodirov, Shohrux va Gavharshod. Temuriylar sulolasini yuksaltirishda Sohibqironning sadoqatli o'g'li Shohrux Mirzo qanday fidoyilik va donolik bilan faoliyat ko'rsatgani bu romanning markaziy mavzularidandir. Ulkan saltanatni parchalanib ketishi xatarlaridan saqlab qolishda Shohrux Mirzoga suyukli umr yo'ldoshi Gavharshod begim va buyuk olim o'g'li Ulug'bek Mirzo yaqindan yordam berganliklari romanda aniq tarixiy faktlar asosida tasvirlanadi. Dramatik voqealarga boy bu asarda ulug' shoir Alisher Navoiy va uning do'sti Husayn Bayqarovning yoshlik davrlaridagi va tarixda yorqin iz qoldirgan oliyjanob ishlariga ham alohida o'rin beriladi. Asarning ilk varianti Ona Lochin vidosi nomi bilan chop etilgan va kitobxonlar tomonidan yaxshi kutib olingan edi. Romanning ushbu to'ldirilgan nashrida Haqqoni Said nomi olgan Shohrux Mirzoni buyuk o'g'li Ulug'bek va donishmand umr yo'ldoshi Gavharshod begim ibratli bir oila sifatida Sohibqiron yaratgan ulug' saltanatni 40 yildan ortiq adolat bilan boshqarib, Temuriylar sulolasining rivojiga ulkan hissa qo'shganliklari muhtaram kitobxonlarga yorqin taassurot qoldiradi degan umiddamiz. Ushbu asarni Paxtakor tumani axborot kutubxona markazidan olib o'qishingizni tavsiya etamiz.